Bilaman, bu videomizni onajonlar, opa-singillar ko'rib o'tiribdi. Hozirgi tabrikimiz o'zlarimiz Yangarqimizda, Chukurchi qishlog'ida, Angarq mahallasida bo'lib o'tadi. Ya'ni Chukurchida oyoq tarafdamiz, hukumatlar onajonlar hamishagina she'rlarda ko'p insonlarni tabriklab o'tamiz. Yana bugun Rozijon onamizni 53 yoshga kirganlari munosabati bilan barcha qizlar nomidan tabriklash uchun keldik. Birinchi galda Shoira apkani nomidan tabriklayman. Qolaversa Dilnura akamning nomidan, Zamira akamiz, Nilufar, Malikaxon singillarimizni, gevlari, geva emas, o'g'illari nomidan, Shavkatbek og'am, Shuhratbek og'alarimizni, Xursatbek og'amizni va Sardorbek og'alarimizning nomidan tabriklaymiz, xursand qilamiz. Farzandlaringiz tomonidan chiroyli bir surpriz uyushtirildi. Shu joyimizga taklif etsak, agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, bir qarsaklar bo'lsin azizlar. Chin yurakdan tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz sizga. Xudo xolasa yuzlarga kirgaysiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Alohida bugun yana sizni quvontirish maqsadida sizni peshala qizingiz, ya'ni jannatga eltuvchi qizlaringiz, farishta qizlaringiz alohida sizni surpriz qilib tabriklab turibdilar. Alohida sizni 53 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Siz jannatiy ayolsiz, chunki sizni beshala qizingiz bor. Ilohim shu farzandlar ardag'ida yurgaysiz. Baxtiyoram bilan birgalikda qo'sha qarib, yuzlarga kirgaysiz. Tani joningiz sog' bo'lsin, hayotingiz surprizlarga boy bo'lsin. Birinchi galda Shoira qizingizning nomidan, Dilnura qizingiz, Zamiraxon qizingizni, Nilufar qizingizni nomidan tabriklaymiz. Qolaversa Malikaxon qizingiz tabriklab turibdilar sizni. Ilohim shularning baxtidan sog'omon bo'ling. Gevlaringiz Shavkatbek og'am, Shuhratbek og'amizni, Xursatbek va Sardorbek og'alar nomidan tabriklab qilamiz. Sog' va salomat bo'lg'aysiz. Endi bugun sizni tabriklash uchun chiroyli sovg'alarni tayyorlabdi qizlaringiz. Qabul qilasiz, birin-ketin sizlar topshiramiz. Marhamat, yuzlarda bir tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Tortlarni qabul qilasiz. Siz uchun eng chiroyli tortlar. Farzandlaringizni, aftiqlaringizni nomidan. Qarsaklab tursin azizlar. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bo'lar. Mani barimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bo'lar. Mani barimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas.
hech adashib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilan, mana borimcha ko'rar. Qirolicha. Azizlar, qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, jannatiy ayol uchun bir qarsaklar bo'lsin endi. Bu mani onam bo'lar. Bugun onajon, Rozijona qo'shaloq bayram ekan. Hozir ishimiz bo'yicha jiyaningiz Javohir ukamizdan, do'stimizdan bugungi tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qolamiz. Javohir uchun ham bir qarsaklar bo'lsin. Javohirni taklif qilamiz davramizga. Bugun siz uchun yaqin bo'lgan, qadrdon bo'lgan yaqinlaringiz, qudalaringiz, doilarimiz, opa-singillarimiz, hamma yaqinlaringiz yoningizda turibdi. Hammalari nomidan tabriklayman. Ilohim chiroyli yoshingiz muborak bo'lsin. 60 ga kirib, 70 ga yetib, 80 dan sakrab, inshaalloh 90 bilan to'qnashib, yuzlar bilan yuzlashib turgan vaqtingizdan davrani bundan da keng olib tabriklab o'tiramiz. Salomat bo'lg'aysiz. Endi davramizga Javohirni taklif qilamiz. Javohir, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Shu qarsaklar uchun. Javohir do'stim, tabriklayman. Ishlaring omadini bersin, o'qishlaring omadini bersin. Sog' salomat bo'lg'aysan. Xudo xolasa, ko'nglingda naki tilaklaringiz bo'lsa, hammasini erishib o'tirg'aysan. Bugun seni barcha yaqinlaringizni shu xolajonlar, ammajonlar, og'illar, hammalar nomidan tabriklayman. Rozijona, shu qatorda aqtiqlarimiz hammalari tabriklab turibdilar. Adlarni aytmasa xafa bo'lajaqlar. Shuncha adlari bilan birgalikda aytib sizni tabriklaymiz. Shodiya bormi shu yerda? Shodiyaxon aqtiqingizni nomidan tabriklaymiz. Kamronbek aqtiqingiz, Sarvarbek, Savurjon, Zilolaxon, Jamoliddin, Muhammad, Jayxun, Jasurdek, Rayhona va Mustafa ukaning nomidan tabriklaymiz sizni. Hammalar ilohim shularning to'ylarini ko'rib o'tirgaysiz. Baxtiyoram bilan birgalikda qo'sha qarag'aysiz. Sog' va salomat bo'lgaysiz. Ukalaringiz va doilarimiz, Hazina Bahodir og'amiz alohida, Savurjon og'am, Boynazar va singlingiz Shohista ukamizni, Nazokat ukamizni, Ziyoda ukalarimizni, jiyanlaringiz Shahrizoda, Kumushoy, Chorasxon, Xudo shukr. Hammalarimiz, Ranaxon hammalarimizning nomidan tabriklab qolamiz. Adi chiqqan, chiqmagan barcha yakunlaringizni. Xudo xolasa videomiz chiqqan vaqtda sizning ilohlarishlaringizni ko'radi. Angarak mahallasida istiqomat qiluvchi onajonlarim, opa-singillarim, aka-ukalarim ko'radilar. Shu ko'rib o'tirgan har bir obunachining nomidan tabriklab qolaman sizni. Rahmat, salomat bo'ling. Hozir ko'chada gaplashib qoldik. Xudo xolasa shu opamizning umra safarini yuborish niyatimiz bor dedi qizlaringiz. Inshaalloh shu opam 60 yoshga kirsin, payg'ambar yoshga kirsin. Inshaalloh shu vaqtlarida ishlarni yurishib tursa, umra safarlarini, katta hajlarga yuboramiz. Onajonimizni hajona qilamiz dedilar. Chunki onajon, siz jannatiy ayolsiz. Boya aytib o'tganimdek, 3 qizni kamolga yetkazib, oq yub, oq taraf egasini topshirgan ayol bu jannatiy deb hisoblangan. Sizni esa 5 yil qizingiz bor. Siz jannatiy ayolsiz. Ilohim shu qizlaringiz sizni baxtingizga sabab bo'lsin. Shu qizlarning baxtini hamisha o'ynab kulib, bir yo'ldoshingiz bilan hayotning go'zal kunlarini ko'rib yashang. Hech qachon kasal bo'lmang. Ko'zingizdan quturgan yoshlar faqatgina quvonch, sevinch yoshlarimiz. Xonadoningizda faqat yaxshi kunlarga kelish nasib etsin. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Shu qarsaklar siz uchun bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun surprizni aytdilarmi qizlaringiz? Xabaringiz bormi surprizni? Kutilmagan bo'ldi. Kutilmagan surprizni bizni maqsadimiz oiladagi mehr-muhabbatni mustahkamlash, oilaga baxt ulashish, quvonch ulashish. O'ylaymanki shu
maqsadimga erishdim. Qizlaringizning nomidan bir she'r aytamiz. Allasiga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi ila namlasa ko'z yoshi. Terib qo'ysin barcha shoir deganni, she'rlarini baland tog'ning tog'iga, 10 mingta Majnun ham nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta o'qiga, shirkamas kechirsin Xudoyim o'zi, men faqat onamni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'bud-ku onam. Men esa aslida mehrdan bunyod bo'libman. Rosti gap dunyoni o't olib ketar, onamni sog'inib yig'lasam agar. Mendayin farzandlar bir tinga qimmat, onasin duosi olmasa agar. Ilohim, onajonlarimiz vaqtlarimizda sog' bo'lsin. Aziz boshi zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Yuragingiz urishdan, ko'zingiz ko'rishdan, oyoqingiz yurishdan talmasin. Bu dunyoning go'zal kunlarini ko'rib, shu farzandlarni arqag'ida yurgaysiz. Shu eng kenjaday qizingizdan yaxshi joylarga uzatib, shulardan aqtiqlarni ko'rib o'tiraysiz. Ilohim, g'iyb emas siz uchun bu farzandlaringiz, o'g'illaringiz sog' bo'lsin. Hammalari sizni tabriklab turibdilar. Bugun sizni xursand bo'lishingizni xohlab turibdi farzandlaringiz. Ilohim shularni vaqtidan sog' bo'ling. Tabriklaymiz sizni. Endi rahmat aytacak farzandlaringiz. Apamıza rahmat aytamiz. Şimdi apamiz borligidan biz faxrlanamiz. 5 yil qizni dunyoga keltirdilar. Har bir ona qiladigan ishni apam 2 barobar qildi. Biz faxrlanamiz. Shunday onamiz borligidan faxrlanamiz. Chunki hech kimdan kam bo'lmadik. Hozircha hech kimdan kam emasmiz. Birdan san xolimiz. Apamiz yuzaga kirishini xohlaymiz. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yurishlarini, hech qachon kasal bo'lmasliklarini xohlaymiz dedilar. Sizni dim-dim yaxshi ko'ruvchi qizlaringiz bugungi tug'ilgan kun bilan tabrikladilar. Hammalari. Endi birin-ketin so'qqa tutib turmang, birin-ketin yaxshi niyatlarni tabriklarni eshitamizdan keyin ichona kirib holazircha qo'shiqlarni qo'yib o'ynaymiz aytamiz. Bo'lam shundasi. Qani endi doyang, birinchi analarimizmi? Yaxshi. Lanojon, o'zingiz birinchi tabriklab qo'yasiz ekan. Marhamat. Yakınma kapanma. Bir şu singlimiz Can doğan güne eken Xudayım mükemmelen den yaşasınlar Xudayım. Ne iki maksatlar olsa yetişsinler şu. Kızdan rahatını görüp devran sürüp yürüsünler. Hemen şimdi yakşı günlere yetişiyor Xudayım. Hemen uzak olay Xudayım. Hem muhakkak yaxshi kunlarda yurgaymiz Xudayim. Rahmat katta. Lan tarafı. Ayting. Ayting bir yandan boramiz bir yandan. Rahmat Hamdambek so'zlaringiz uchun. Apa tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ko'p yoshlarga kirgaysiz. Akam bilan teng yashashgaysiz. Xudoyim hamma vaqt ishimga yaxshi kunlarga yurgaysiz. Bizani vaqtimizda sog' yurgaysiz. Sizni yaxshi ko'ramiz apa. Bizani vaqtimizda sog' yurgaysiz. Tabriklayman. Apa tabriklayman. 100 yoshlarga kirgaysiz. Akam bilan teng yashashdan qarashgaysiz Xudoyim. Bizani vaqtimizda sog' yurgaysiz Xudoyim. Sıra kasal bo'lmaysiz. Apa tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ko'p yoshlarga kirgaysiz. Eng yomon kuningiz shuning bo'lsin. Ya tabriklayman. Ko'p yoshlarga kirgaysiz Xudoyim. Akam bilan teng qarashgaysiz. Shu qizlarning rohatini ko'rib o'tirasiz ammo eng yomon kuningiz shunday bo'ladi Xudoyim. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, akamiz. Ana tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Yoshlarga akam bilan taqdirlayman. Apam tug'ilgan kuni ekan. Apam bunda apam. Ko'p yoshlarga kirgan. Ağam akam bunda. Hamma vaqt sog' yurgaylar. Bolalarning rohatini ko'rib o'tiraylar. Akam bilan Asker, tabriklayman. Yani ko'p yoshlarga, 50 yoshlar baqqan bilan teng yashashgan shu qizlar shu vaqtida yetishga birgalikda
Ulan yaxshi yillarda o'tish nasib etsin. Ben de yavrumusuz apamızdan. Şöyle yaxshi yilmiz. Raziyajon, doğulgan gününüz bilan tebriklayman. Baxtiyaram bilan denk karışsınız. Şu bağlarını vaxtına, taxtına suymak Allah Taala'nın o'zi müyesser etsin. Yine bir işe kızınız. Xudoyim size oğul onunda bakturdular, kız onunda hem hizmet ettirdiler. Xudoyim bularni umri uzak o'g'ay Xudoyim. Sizni 70 yaşa girganda shunday bular günler gelip hizmetinizde bulmak Allah Taala'nın o'zi müyesser etsin. Cevap ko'rika doğulgan günün bilan tebriklayman. Xudoyim seni öğlentirip bir yerlikte to'ylarını o'tirmak nasip etsin. Hemmenge sağ olasın. Tebriklayman doğan yüzüler. Bakkam bilan 100 yaşlara girip oturgaysizlar. Hamma tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Bakkam bilan denk olishib, qizlarimiz vaqtini, bizning vaqtimizda hamisha sog' salomat bo'lib yurasiz. Bundan ko'p bayramlarni ko'pini ko'ring. Tabriklayman. Hamma tabriklayman. Shu yoshlarga bakkam bilan denk olishib, hammamizni vaqtimizda sog' bo'ling. Eng yomonligingiz shunday bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar, niyatlar, tilaklar uchun katta rahmat. Ilohim sizlarni ham yaxshi kunlaringizda shu Razijon onamiz borib tabriklarni niyatlarni to'g'risinlar. Endi shu joyimizda ovsullaringiz bor ekan, Malaqada aka, navbat sizga yetdi. Marhamat, ovsulingizni tabriklab, tilaklaringizni aytasiz. Marhamat. Ben sizler yanınızda şu Raziyajon oğullarını doğulgan bilan tebriklayman. Ömürleriniz uzak olsun, baxtiyaram bilan den yaşasından karışın. Hamisha xonadonimizda yaxshi kunlarda, to'ylarga kelinglar. Men shu bola qizlarimizni, kuyovlaringizni rohatini ko'rgaysizlar. Hamisha xonadonimizda tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Umra safarlarini yo'lini o'tirgaysizlar Xudoyim. Baxtiyaram bilan nasib etsin sizlarga Xudoyim. Rahmat. Shu joyimizda shaxsda aytgan singingiz bizlar Rossiyada ekanlar. Masofalar uzoq bo'lishdan qaramasdan o'zlarining tabriknomasini yubordilar. Endi shuni qo'yib beramiz sizga. Tabriklab yuborganlar. Qani marhamat. Qarindoshlar, sizlar hamma yaxshimisizlar? Hepga tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bakkam bilan den yoshlarga yurgaysiz. Ilohim shu Melikani ham chiqarib, aqdi, cho'g'liqlarni, to'ylarni amatib o'tirgaysiz. Xudoyim sog' yurgaysiz. Hamisha shu tabassum bilan sizlarni tabriklab turibdi. Qarindosh bo'lganlar menga sog' yurgaysizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Inshaalloh sizlarga ertangi videomiz ko'rasiz baribir. Ishlaringiz omadini bersin, sog' salomat bo'ling, oilangizni bag'rini to'p-to'p chiqaysiz. Salomat bo'lgaysiz. Katta rahmat sizlarga. Yana kim? Yodgarbek og'amiz tabriklab qo'yacaklar. Qani marhamat, aytinglar tilaklaringizni. Ayting. Sağlık olsun. Güzel girgenler için motorlarımdan sağ olun. Güzel baktığımda artık çoğunlukla oynar bizim motorun sürülüşü. Rahmat. Hayırlı Rahmat, salomat bo'ling og'a. Zumrat akamiz Qo'ng'ishlar nomidan tabriklab qo'yadilar. Zumrat aka, marhamat. Raziya, şimdi yaxshi kuningiz bilan tabriklayman. Bakkam bilan den yaşayın, ko'p yoshlarga kirgaysiz. Shu qizlarni, kuyovlarni, cho'g'larni rohatini ko'rgaysizlar. Shu qizlarimiz yaxshi niyat etib ekanlar. Doim shu yaxshi niyatlarni yeb qo'yinglar. Umra safarlarına bakkam bilan birgalikda borgaysiz Xudoyim. Hamma sog'lom yurgaysiz. Shu qizlarimiz oldinda, aqlarimiz oldinda Xudoyim. Tabriklayman. Azizlar, endi davramizda bugungi kechamizni bosh qahramoni Razijon onamizning umr yo'ldoshlari Baxtiyoramiz keldilar. Qarsaklaringiz bilan kutib olamiz. Sovg'alari bilan topshirib tabriklab qo'yinglar. Marhamat. Qani marhamat, keling yana. Umr yo'ldoshingizni tabriklab qo'yasiz. Qani Baxtiyor, keling.
Ağamız gelince sözünü özünüze berk turamız endi. Hay. Yaxshi. Marhamat bir rahmatni aytib turasiz. Sağ olasın, bakın. Kardeşler Allah'ım, papayalarım, mükemmel, ciğerler, kayınmükemmel, ulusularım, komşularım. Şunlardan yaxşı günler tebrik etkiyorlar. Dünyanın rahmet, daimi hemşe yaxşı günlerindeyim. Hizmette bulayım. Sağ olayım. Köpedeklerim sağlamayın. Şimdi yazarım bu da sağlamayın diye. Onlar kırıklık koşur. El bilen yük bilen diye. Geldiler. Ana marhamat. Tekliflerimizi o'rinlashingizlar. Tebriklar qo'yasiz o'rinlashingizlar. Assalomu alaykum. Bugungi Baxtiyor ağa umr yo'ldoshingiz tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Hozir surpriz va qizlaringiz aytdi, opam bilan akam bir-birlarining qo'llarini ushlab bir tort kelsalar, juda ham xursand bo'lamiz dedilar. Qani tort kesamiz endi. Har bir bosgan qadamdan gul sochsahan taqdirini so'qmog'idan yo'l ochsahan har bir bosgan qadamdan gul sochsahan boshlarimdan kunda tillar sochsahan alishmasman qizlarimni boshlarimdan har kun tilozlar sochsahan ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Qizlaringiz yedirib to'rtingni biring kesin, qaramasam. Oğul olar ki oğlarım ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Yaxshi bo'lsam o'g'il bo'lar kuyovlarim ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim hayotingiz to'rtladin, shirali mazali bo'lsin. Shu farzandlaringiz niyat etibdan surpriz aytib opamiz xursand qilamiz deb qilgan niyatlari ijobat bo'ldi. O'ylaymanki, xursand bo'ldingiz. Yashardingiz, 18 yashar qizladim bo'ldingiz. Salomat bo'lgaysiz. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Qani endi bir esdalik uchun общий kadrda bir rasm olamiz. Va undan oldin ikki qizingiz tabriklashga ekanlar, surpriz sovg'alar bilan. Nilufar qizingiz qolaversa, Zamiraga ikkalasi tabriklab qo'yacak. Marhamat. Ömrünüz uzak bo'lay Xudoyim, akam bilan yashashingizlar. Eng yaxshi kuningiz, eng yomon kuningiz shunday bo'lay Xudoyim. Xudoyim hech qachon yomonligingizni ko'rsatmasin Allohim. Ömrünüz uzak bo'lay.
Cani ülke tebrikliyim. Kudayım ömrün uzak bulay. Kudayım yaxşı yerlerden algaysan senem. Apa tebrikliyim. 100 yaşlara giriyesiz. Ekem bilen denk karıştayız. Kudayım Reyhanayın baktına sağ yürüyeyiz. Rahmat, endi ukalaringiz. Hangi shundaymi? Ya, geyilaringiz tabriklab qo'yacaklar. Qani marhamat. Doğangiz ben tebrikime ömrünüz uzak olsun. Hem muhakkak ne diyeyim sağ yürüyün. Kesel olmam. Tebriklimiz. Bacağınız evet. Tebrikliyim doğurgan gününüzden köp yaşlara girin. Otur, otur. Rahmat. Esdalik uchun rasmga tushiramiz. Rasmga tushib olishlaringiz mumkin. Ana keyin chanda xudo xolasa xorazmcha o'yingirga qo'shishlarimiz bo'ladi. Marhamat. Özətgə doğulan gününüz bilan təbrikləyirik. Üç qızlarınızı, axtıqlarınızı baxtına həmişə sağ, salamat, üçündə yaşarıb, yaşlanıb yürüyün. En yaman gününüz işinin bulsun. Qızlarınızı, göllərinizi hər daxildə həmişə üçünə tüpürün. Biz yaşlara girgəysiz. Rahmat. Qarsaklar bo'lsin. Rahmat azizlar, qarsakchigan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat, hammalaringiz uylaringizda shuning yaxshi kunlar, to'y shamlar ko'p bo'lsin. Mudom bizning bo'lganlar bor, tabriklar o'tirsinlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Katta rahmat bo'ladi.
koşuk sazını, belet koyup avazını. Ayttırıp koşuk sazını, belet koyup avazını. Ullu yola çıkarıp gazını verdim gazını. Ullu yola çıkarıp gazını. Söyleyen bir gepim ey sana deyip gittim ya. Söyleyen bir gepim ey sana deyip gittim ya. Desem ona bir bakmışsam günah menden öttüm ya. Ben tamana bir bakmışsam günah menden öttüm ya. Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? İzim düşün çabalamana, başkası yok mu ya? İzim düşün çabalamana, başkası yok mu ya? Zor emasman sizine, soya emasman izine. Zor emasman sizine, soya emasman izine. Kaslarına bir yar tapıp görsetemem ey gözüne. Kaslarına bir yar tapıp görsetemem ey gözüne. Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? İzin düşün çabalamana, başkası yok mu ya? İzin düşün çabalamana, başkası yok mu ya? Halpak izler adımı, bilmem de gidadımı. Halpak izler adımı, bilmem de gidadımı. Sen bana yar etmesen başka koyamam adımı. Kara bana yar etmesen başka koyamam adımı. Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? İzin düşün çabalamana, başkası yok mu ya? İzin düşün çabalamana, başkası yok mu ya? Senden başkası yok mu ya? Bana başkası yok mu ya? Günde gelmezsem eğer yanadı canlarınız. Yakar bana canım kara taranlarınız. Günde gelmezsem eğer yanadı canlarınız. Yakar bana canım kara taranlarınız. Bırakılmasın zinha şu gün gelişem diyar. Akmancı ekenler nazlı çıkanlarınız. Bırakılmasın zinha şu gün gelişem diyar. Akmancı ekenler nazlı çıkanlarınız.
gelmezsem eğer yanadı canlarınız yakar bana canım kara teranlarınız. Günde gelmezsem eğer yanadı canlarınız yakar bana canım kara teranlarınız. Hiç kim bilmezsin zinhar şu gelişim diyar aklım çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Biraz bilmezsin zinhar şu gelişim diyar aklım çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Aklım çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Aklım çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Enen öpmeyen, hatta kıyaş görmeyen. Kapakına, sakakına, dudakına bir koyayım. Aha 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 hey, vaka 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 hey. Aha 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 çiçek, vaka 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 hey.
Nice köp yaşlara geçsin. Bakkamda ne gelirsen daha. Vallahi vaktine taptan şu yerden de ömürler uzak olsun. Kanından bak yaşım olsun, yaşımdan yapmak hepimize destek arzulayın. Sadece uzunmasın. Bundan dönek yengine kavutmak nasip edersin her yol. Nasip et deme. Vay, meselin orada oturasam Ben yaşına gelirse bakkallarına yaşasınlar. Artık çocuklarının şimdi toylarını hazırlamışlar. Hemşe bundan yakşı bir de geç. Toyla olsun. Vay. Açsana bazı. Açma bazı. Kalıç, yüzlere gitsin. Ay rahmet bazar. Ay selam çünkü. Dünyasa yer, bazen olan den karış. Onu işte sen. Ne yapıyorsun?